Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Sog'lik, Rustam aka, tinchmisiz? Aka, mana o'zi xudo xolasa shu o'lchang boqiladigan joyimiz. Mana hovuzlarga suvlarni solib qo'yganmiz aka. Shu holatda to'ldirilyapti. Uncha ko'p suv solmayapman. Kelasi yil bahorga tizimlashtiramiz aka. Mana hozir qilayotgan ishlarim aka, mana biyogamizni sekin tayyorlayapmiz. Xulasa mana bu reaktordagi biyogamizni bu tarafga olib chiqilyapti. Mana bundagina bu reaktordagina bu yoniga olingan. Endi hozir bunda aka chuvalchang hozir mana shu reaktorda qo'lida shu nimkalar ko'pamiz. Endi mana shu hozir tasvirda ko'rib turgan reaktor bilan mana bitta reaktor bor. O'tin tozalab tashlab namlikni berib shu yerga chuvalchang tashlashim kerak. Xudo aka bilan ham gaplashdim bugun ertalab. Xudo xolasa endi shu oy oxirlariga tayyorlaymiz xudo xolasa. 8 so'mdan 1000 so'mgacha sifatiga qarab olyapman dedi. Endi erta e'lon etgan holatda bir video qilib tashlaymiz, shunga qarab narxini aytaman dedi. Endi hozir ishchi kuchi sal kamroq edi. Kuch yetgancha bosyapmiz. 1-2 kunda ishchi kuchi ko'paysa keyin ish tezlashtiramiz. Hozir endi bular yaxshilab ketmonlab chopib chiqamiz.